Rahmat e'tiboringlar uchun. Aziz yurtdoshlar, biz shu yerdamiz. Bu xonadon biz uchun qadrdon mana Boburjon o'zimizning shogirdimiz, Qodir akamiz o'zimizning ustozimiz. Mana bu yerda ustoz san'atkorlar bor. Bu aziz insonlarga navbat beramiz. Biz shu yerdamiz, harakat etmaymiz. Sizlar bilan birgalikda eshitamiz. Rahmat. San'atkorlar ko'p. Qodirjon Jo'raqulovning ustozlari kelgan. O'zbekiston xalq artisti. Turkmanistonda xalq artisti Bomurod akam hamdami bugun ana shunday Jo'raqulovlar xonadonini yurakdan tabriklaydilar. Navbat ajoyib xonandamiz, xalqimizning ulug' namoyandalaridan bittalari, xalq sevgan, hamisha biz ardoqlaydigan hammamizning ulug' insonimiz Bomurod aka hamdamni davraga qarsaklar bilan kutib olaylik. Bitta qarsak bo'lsin, iltimos. Bomurod aka, marhamat, so'z sizga. Keling do'stlar. Bugun ana shunday xonadonni do'stlar tabriklaydi. Hop. Bomurod aka, marhamat. Endi bilasizlar, 1 minutga to'xtab turinglar. Bomurod aka kelyaptilarmi? Boburjonga bilasizlar do'stlar, Qodirjon bir vaqtda to'l kiyizgan. Mana bugun ana shunday Anvarjon Sanayevga hurmatli san'atkorimiz, xalqimizning ulug' insonlaridan Bomurod aka, xush kelibsiz. Bomurod aka, sizni ko'rganimiz yerda bular. Assalomu alaykum, uzoqdan yaqindan kelgan aziz mehmonlar, mezmonlar. Mana butun Jo'raqulovlar oilasida yana bir bor mana shunday to'y tantana, uzoqdan yaqindan hamma oila qarindoshlar mana butun jamoat jam. Albatta har bir inson ham to'y qilsam, o'g'il uylantirsam, qiz chiqarsam, yosh to'ylar, sunnat to'ylar qilsam deb insonning qalbida yaxshi orzu niyatlar bo'ladi. Shunday bir yaxshi orzu niyatlarni mana Qodirjon shogirdim erishib turibdi. Ana xudolari, familiyalari kim? Xudolar bormi? Boltayevlar oilasi mana ularning o'yinda ham mana shu yaxshi kunlar. Mana shu fursatdan foydalanib, mana shu yoshlarga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Kelini oyoq izlari yarashsin. Davlat getirsin. Qo'sha qarisizlar. Sizlar ham yaxshi niyat bilan o'tiribsiz, yaxshi niyatingizni yeting. Sizlarning ham xonadoningizda shunga o'xshagan yaxshi kunlar bo'lsin. Shu shogirdlarim bilan borib sizlarning ham xizmatingizda bo'lg'aymiz.